Toshimda pochik pishiraman. Kızım bugün nima pishiramiz? Pochik. 200 gram suv, 200 gram suv, 8 gram droji, 20 gram shakar solamiz. Eritilgan saryon. Aralashtiramiz. Qo'llaring kelishishini qaragin. Ana bitta tuxumcha qilib olamiz. Siqqon qizim o'zim o'rgiliydi. Endi un solamiz. Un me'yori norma bo'lishi kerak. Ana o'shanda qonchiqlar yana ham zo'r chiqadi. Voy baraka topkura. Xamirimiz qo'lga yopishmas holatga kelganda un solishni to'xtatamiz. Mana xamir tayyor. 1 soatlarga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Tugab qoldi. Обязательно встреча bo'lishi shart emas. Pergamentlarni kesib chiqamiz. Xonamozchatoya. Mana xamirlarimiz oshib oldi. O'rtasidan bo'lib olamiz. 100 gramdan bo'lib olamiz. Moloq qilib juvalachalarni qo'yib chiqamiz. Endi ustini yopib 15-20 minutlarga ustini yopib qo'yib qo'yamiz. Yog'ni solamiz. Xamir уже tayyor bo'lib qoldi. Eng asosiy sirlaridan turgan joyida oshsa bittada o'xshab chiqadi. Endi buni ustini bosib, o'rtasini tashlab, qo'njiqchali yasab olamiz. Ichidigini olib tashlaymiz. Ana, malades. Yog' qizibdi birinchi. O'zidan o'zi pishyapti, ko'rdingmi? Nutellalarni quysa zo'r chiqadi. Bismillah, ana. O'girib pishirib olamiz. Go'shtni ponchik bo'lib chiqdi. Senga mazzami? Nutella bilan yeysanmi? Shunga botirasan hozir, xo'p? Kichkinalarni botirib chiqqan, xo'p? Ustiga maz. Ana, ponchiklarimiz ko'rasizlarmi? Ponchiklarimiz qanaqa zo'r chiqdi. Ponchikni kim qildi? Bizning profilimizga o'tib, like bosinglar. Buni orasini sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Воздушный ham orasini ko'ryapsizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar.